Oy, hadi. Men maktabga yetdim. Hadi, pul bering, maktabga kech qolmayman. Marhamat. Asad. Tuzmisan? Bugun 7 soat dars bor ekan. 6 soat bo'lsa kerak. Sallaga 6 soat bo'lsa kerak. Menga 2 soat yetadi. Uyga vazifani qilaringmi? 100% bugun sallikka olasanlar. Men 5 olaman. Ha, bu Alisan. To'xtanglar. Dunyoni go'zallik qutqaradi. Shunda dunyoni bugun men qutqaramanmi? Ha, настроение. Bitta bloger kommentariyada onasidan so'guvdi. O'sha endi men bilan ko'rishmoqchi. Qovun tushiribsan, ha bu? Boray. Quvonam gapmi? Taruz tushiribdi. So'kishga so'kib qo'yibsan. Boramiz endi. Ketdi dars kech qolamiz. Dars yomon zerikarli bo'ldi. Gapiring. Asad qani o'zi? Stiloyda yurgandir-da. Trenirovkasi ko'p ovqat talab qiladi. Qayerda yuribsan? Ha boya tarvuz deganlaringga. Olmaygim kelib qolgandi. Ollaring. Jigarim, joyda olib kelasan sana, ha? Bo'pti, ketdik unda. 4 kundan keyin imtihon ekan. Tezroq tayyorgarlik ko'rish kerak. Aytgancha, boysalikka olasanlar, men 5 olaman deb otdim. Shota o'xshamadi. Men 2 salla 5 oldilaring. Agar yaxshi o'qimasam adam ko'tib Ana telefon qotdi. Ol. Allo? Qayerdasan to'y bola? O'qishing tugab qoldimi? Bo'ldi, hozir boramiz. Nimada boramiz? Rostini. Madam. Цветы закручиваю в резел. Планы 24, внимание сезон. В твоих ушах мой музон. Для кого-то любовь, а для кого-то муза. To'xtalaring, men o'zim borib gaplashib kelaman. Biz ham boramiz. Ukam, men ham seni yoshingda bo'lganman. Onadan so'kish yaxshi emas. Ona svitoy. Agar men o'rnimda boshqa bola bo'lganda, sen bilan boshqacha gaplashib bo'lardi. Kechaman, saqlinglarni yig'ib olinglar. Ha bo'ldi. Menga bu tulki o'rtoqlaring kerak bo'lib qoladi. Otasan, qo'rasan, shunda hid qiyasan, berasan, otasan, ko'zda ko'z, ko'zda ko'z.